Ka'baga qarab turib, Hajarul Aswadga qarab turib, payg'ambar alayhissalom aytganlar: "Sani obro'ying musulmonning obro'sidan past" degan. Tasavvur qilyapsizmi? U musulmon hurmatga loyiq bo'lish uchun bitta masjidning imomi yo hoji aka yo qori aka bo'lish shart emas. Hurmatga loyiq deganda biz qanaqadir bir hoj dadani yo qanaqadir faqat Qur'on yodlagan qori akani o'zini tushunmaylik-da. Mana shu yerda o'tirgan taksistlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Qassob, svarshik, oddiy dehqon, qo'y boqadigan, doktor yo pensioner hoj dada yo kosib, men farqi yo'q endi. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Bozorda aravakash bo'ladimi? Yo bir yuk sotadigan joyda gurushchik bo'ladimi? Hurmati vojib bo'ladi bizga.